Bo'la nimaga o'zinglarda qaro ko'zinglarda bo'la mana bismillah deb videoni ham boshlab oldik. Bugun videomizda sizlar bilan birgalikda bulduruq ochamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin bo'ldi. Bo'la sizlarga bitta yangilik bo'ldi. Telegram kanalda har xil promokodlar tashlab turaman. Mana promokodlar tashlaganman bo'ldi. Telegram kanal nomi nima deysizlar bo'ldi. Telegram kanal nomi Gogo PPM bo'ladi bo'ldi. Ko'p kuttirmasdan bo'ldi. Videoni ham boshlayman. Telegram kanalga o'tib qo'yish обязательно esdan chiqmasin bo'ldi. Birinchi bo'lib qaysi kesda ochasiz deysizlar bo'ldi. Birinchi bo'lib dengiz maxluqini ochib ko'raman. Bo'ldi, bizga bilasizlar, atak omadimiz kelsa yaxshi narsa beradi demoqchi edim, lekin bu nechta bilmayman. 17 ta bo'ldi, salkam o'qib qoldi bo'ldi. Bu keysdan chiqamiz. Xo'p bo'ldi, endi qaysi keysda ochamiz bo'ldi bilasizlar, bugun hamster ochamiz bo'ldi, hamster. Xo'p, hamster qani, kalamush. Bo'ldi, ishoninglar, menga hamster bermaydi. Bergisi kelmaydi hamster bilan urishib qo'yganman, qaranglar bo'ldi. Buni beraversa shu gap uchun. Men kayfqa deb aytdim-ku bo'ldi, menga bermaydi bu. Yaxshi, lekin foydada ham so'zi bo'ldi. 946 bo'lsa bo'ldi, 0.46 foydadan so'zi. Bu degani bir ham emas. Ko'zni yumgan holda boshqa keysga o'tamiz. Qaysi keysni ochamiz deysizlar bo'ldi. Sarf materiallari degan keys ochamiz. Aptechka deb ko'p odamlar buni nomlab olgan, lekin asl nomi bu sarf materiallari ekan. Like bo'lsa obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, sizlar uchun yana bitta ketdi. Omad ekan bu videoda bo'ldi foyda chiqishimiz kerak bo'ldi. Ana bo'ldi berdi. Nechta bo'lsa ham berdi. Yaxshi bo'ldi 35 ta. Bitta sotamiz. Nechta bo'ldi? 143 ta bo'ldi. Yaxshi. Bittasi Poseidon tushirdi bo'ldi. Ko'rlang bo'ldi. Yaxshi bo'ldi, omadi bor bo'ldi, omadini bersin. Bo'ldi degan havas qildim o'sha bo'lay. Poseidon tushirdi bo'ldi, o'z bittada. Tak, bo'ldi, endi qaysi keysni ochamiz? Gogo deysizlaring. Bugun sizlar bilan birgalikda skuf ochardim bo'ldi, yediratda skuf. Yo, yedirmasmikan? Yediradi, yedirmaydi. Tak, ochaymikan? Skuf. Mayli bo'ldi, sizlar uchun bitta katta dagon qilib ko'raman. Like bosganlar uchun, obuna bo'lganlar uchun bo'ldi, bu kanalni 10 ming ta qilib qo'yish kerak. O'z hissasizni qo'shish 10 ming taga. Xo'p, bo'ldi, bizga debes bersa ham bo'ladi, ketdi. Yaxshi niyat yarim davlat bilasizlar bo'ldi. Men yaxshi bo'laman demoqchi. Voy, bola bermadi-yu. Jigarlar bermadi-yu. Yedirdi. Ketdi bo'ldi, like bosganlar uchun yana. Sizlar uchun ko'rasizlar bo'ldi. Sizlar uchun ochishdan to'xtamayman men. Nechta bu? O'ch bo'lmasa, o'qqa jigarim. Voy, bola вообще omad nerealniy kelyapti-ku bola. Bola buni tez kanalga tashlab qo'yish kerak bola, screen. Mana bola kanalga screen tashlab qo'ydik. Video bola yozib qo'ying, video chiqadi. Video chiqadi addushi. Bola hamma Telegram kanalimizga o'tib qo'yamiz. Video davom etmoqda. Bola endi nima qilamiz? Gogo deysizlaring. Endi bola hozir necha UC chiqaramiz bola bilasizlarmi? 120 UC chiqarib olamiz bola. Kommentariyada ID'laringni qoldiringlar, men bitta odamga 60 UC tashib beraman. Sharti bola 30 ta like, 30 ta komment bo'lishi kerak. Bitta odam random tanlayman degan, shu random odamga bitta 60 UC tashib beraman. Sharti bo'ldi, anaqa qilish kerak. 30 ta like, 30 ta komment. Bitta, ikkinchisi 2 ta bo'ldi mana. 2 ta chiqarib oldik. Bizni balansimizda
jigarlar 60 bitta bulk o'yin bor. Sizlar bilan birgalikda shu bulk o'yinni oqizib yuborishga harakat qilamiz yoki yutishga. Sizlar tillaringda endi короче bo'la. Tez gapiryapman bo'la. E'tibor qilmanglar. Oqib ketishi ham mumkin bo'la, chunki meni qo'lim omadsiz bir omadli bo'la. Bola kimga balansidagi 100 tadan ko'p balans bo'lsa, men ochib beraman. Telegram kanalda men o'zimda lechkamni qoldirganman. Yoki 15 ming talik qiling, o'zim ochib beraman bo'ldi. Sizlarga akkuratni olibingiz qilib berishga harakat qilaman bo'ldi. Harakat qilaman bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi omadni? Nima degan gap bo'la? Bu aytinglar menga. Buni bo'la screenshotini tashlab qo'yaman kanalga yana. Mana bo'la screenshot kanalga tashlab qo'ydim. Addushi like bosib, like, comment qoldiramiz bo'ldi. Yana 60 chiqaramiz bo'ldi. Kuzdan oldida bu open case juda ham omadli bo'lyapti. Juda ham omadli bo'ldi. Sizlarga Telegram kanalimda 60 konkurs qilib beraman bo'ldi. Bo'ldi, video shu joyda tugadi. Hammaga rahmat. Bo'ldi, kommentariyaga o'z IDlaringni qoldiringlar. 30 ta like, 30 ta komment bo'lishi bilan bitta IDga random tarzda 60 tashlab beramiz. Hammaga omad.